Assalomu alaykum aka-ukalar, kanalimiz a'zolari. Qo'limda turgan turbani rezvasini qanday qilib ochilishini 0 dan 100 gacha ko'rsatamiz. Videodan uzoqlashmay qani boshladik. Turbamizni rezva ochish uchun обязательно bizga mana shunaqa fleshka rezva ochadigan rezvarez kerak. Shunday sekin-sekin bosib ochaveramiz. Arqa-ichcha bo'shataveramiz. Ochilgan shilaklar hisobiga qattiq bo'lib ketadi, bosish qiyin. Rezvamiz ham tayyor.